O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklariga yetib bordi. Xabaringiz bor, Jahon chempionat saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi safarda Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Shu munosabat bilan kecha erta tongdan terma jamoamiz Birlashgan Arab Amirliklari tomon yo'l oldi va taxminan 3-4 soatlik parvozdan so'ng mazkur mamlakatga yetib keldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi kechga yaqin mashg'ulot o'tkazdi. Mazkur mashg'ulotlarda Jaloliddin Masharipov hamda Abbosbek Fayzullayev ishtirok etmadi. Sababi ularning klublarida muhim kubok bahslari mavjud. Biroq ular tez orada terma jamoa safiga qo'shilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, kuni kecha to'yi bo'lib o'tgan Abduqodir Husanov ham kechagi mashg'ulotlarda terma jamoamiz bilan birga ishtirok etdi. Jaloliddin Masharipov Eron kubogi sohibi. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Jaloliddin Masharipov to'p surayotgan Istiqlol jamoasi Eron kubogi finalda Malavin klubiga qarshi bahs olib bordi. Uchrashuv nihoyatda murosasiz va keskin tarzda kechdi. Asosiy vaqt durang bilan yakunlangach, o'yin qo'shimcha bo'limlarga cho'zildi. Nihoyat 120-daqiqada Istiqlol futbolchisi Rozabek Cheshman tomonidan urilgan gol evaziga jamoa g'alaba qozonib, Eron kubogi chempioniga aylandi. Shu tariqa Jaloliddin Masharipov ham jamoasi bilan birgalikda muhim sovrinni qo'lga kiritdi. Bu Jaloliddin Masharipovning xorij klublaridagi faoliyatda 3-sovrini hisoblanadi. Masharipov Birlashgan Arab Amirliklarining Shabab Al-Ahli klubi to'p surgan vaqtda 2 sovrinni qo'lga kiritgan edi. 2020-2021 mavsumda Birlashgan Arab Amirliklari Liga Kubogi finalda Al-Nasrga qarshi o'yinda hal qiluvchi golni Panenka uslubida urgan va eng yaxshi futbolchi deb topilgan. Jaloliddin Masharipov jamoasi bilan o'sha yilning o'zida Birlashgan Arab Amirliklari Prezident kubogini ham qo'lga kiritgan. O'zbekiston U23 terma jamoasi Osiyo kubogi saralashida E guruhidan joy oldi. 23 yoshgacha futbolchilar o'rtasida Osiyo kubogi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Unda O'zbekiston U23 terma jamoasi E guruhidan joy oldi. Mazkur guruhda vakillarimiz Falastin, Qirg'iz Respublikasi va Shri Lanka terma jamoalari bilan raqobatlashadi. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tayotgan musobaqaning saralash bahslari 1-dan 9-sentyabr kunlariga qadar Qirg'iz Respublikasida o'tkaziladi. Ayni paytda Ravshan Haydarov boshchiligidagi O'zbekiston U23 terma jamoasi Toshkentda yig'in boshlab yuborgan. Eslatib o'tamiz, Ravshan Haydarov boshqaruvidagi jamoamiz iyun oyidagi FIFA kunlarida Fransiya Olimpiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Uchrashuv 4-iyun kuni Fransiyaning Orlen stadionida bo'lib o'tadi.